Assalomu alaykum. Mani YouTube'imdagi birinchi videoga xush kelibsizlar. YouTube'imni kanalimni yuritishni boshladim va bugun siz bilan birinchi videoda to'g'ri target strategiyasi orqali daromadingizni 2 karraga oshirish haqida gaplashamiz. Bu video asosan tadbirkor aka-opalarimizga va marketologlar va targetologlarga foydali bo'ladi. Kelinglar bugungi videoda nimalar haqida gaplashishimiz haqida birinchi o'rinda ko'rib chiqamiz, tushunchaga ega bo'lishingiz uchun. Birinchi o'rinda tadbirkorlar va targetologlar yo'l qo'yadigan top xatolar haqida gaplashib o'tamiz. Undan so'ng esa Better Best loyiham bor mani, qurilish kompaniyasi. Bu kompaniyaga men asosan lidlar olib kelib beraman va mana shu loyiha misolida arzonga sifatli lidlarni qanday olish kerak haqida gaplashamiz. Va uchinchisi, eng muhim joyi, sizni biznesingizga qo'llashingiz mumkin bo'lgan haqiqiy foyda olib keladigan target strategiyasini taqdim qilaman. Bu strategiyani o'zingiz biznesingizga qo'llaysiz va foydangizni, daromadingizni 2 karraga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Va oxirida videoni agar oxirigacha ham ko'rsanglar, sizlarga bepul sovg'a tayyorlab qo'yganman. Qani unda boshlaylik. Kelinglar videoni asosiy qismiga o'tishdan oldin men o'zim haqimda ozgina ma'lumot berib o'tib ketsam, chunki nima uchun aynan men shu mavzu haqida gapirishim kerak degan savol bor. Men Behruz Shermuhammadov 5 yildan beri marketing sohasida ishlab kelyapman va shu yillar davomida men kichkina onlayn do'konlardan tortib bir necha million dollarlik оборотga ega bo'lgan kompaniyalar, ya'ni brendlar bilan ham ishlaganman va bir necha ming dollarlik target reklamalarni yoqqanman. Va aynan bir sohada ketmaganman, turli xil sohalarda, yo'nalishlarda xizmat ko'rsatganman. Hozir ekranga ko'rsatib qo'yaman, qaysi qanaqa loyihalar bilan ishlaganim haqida ko'ra olishingiz mumkin ma'lumot o'rnida. Xo'p, keling endi sizlar bilan targetingda yo'l qo'yiladigan asosiy xatoliklar haqida gaplashib chiqamiz. Xo'p, men o'zim uchun belgilab qo'yganman 5 ta asosiy ko'p qo'yiladigan xatolar, yo'l qo'yiladigan xatolar. Birinchisi aniq reja yo'qligi. Ko'pchilik target reklamasini yoqayotganda aniq reja bilan boshlamaydi. Bu tadbirkorlarga ham tegishli va targetologlarga ham tegishli asosan. Shuning uchun tadbirkor bilan targetolog o'tirgan holda birinchi o'rinda shu narsani rejasini tuzib olish kerak. Qancha lead olamiz, qancha byudjet sarflaymiz, kutuv qanaqa va hokazo. Keyingisi sotuv qismi shakllanmaganligi. Bu juda ham nozik masala, ayniqsa bu yoqdan targetolog lidlarni olib kelib beraveradi, ya'ni mijozlarning oqimini yaratib beradi, lekin agar sotuv qismi bo'lmasa umuman yoki sust bo'lsa, bu yoqdan olib kelayotgan mijozlar, ya'ni oqim prosta havoga uchib ketaveradi. Shuning uchun bu narsaga ham, sotuv qismiga ham juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Keyingisi, uchinchisi noto'g'ri kutuv. Ayniqsa bu narsa tadbirkorlarda, biznesmenlarda bo'ladi. Kutuvni boshidan yuqori qo'yib yuboradi, xato qo'yadi. Shuning uchun aniq summangizga qarab, necha pul ajratasiz, 100 dollarmi, 100 dollarga taxminiy narxini bilib, kutuvni ham to'g'ri qo'yish kerak. O'sha byudjetingizga yarasha natija olasiz. Shuning uchun kutuvni baland qo'yib yorsangiz, bu o'zi keyin demotivatsiyaga olib keladi. To'rtinchisi kuchsiz, ya'ni oddiy taklif. Hozir bozor juda ham tez rivojlanyapti, raqobatchilar juda ham ko'p va hamma o'sha har xil kuchli takliflar o'ylab chiqayotgan paytda agar sizning taklifingiz kuchsiz bo'lsa, oddiy bo'lib qolsa, bunda ham yutqizib qo'yasiz, ya'ni ayniqsa target yoqayotganingizda kuchsiz taklif bilan chiqsangiz, kreativda bu ham ta'sir qiladi. Va beshinchisi maqsadli auditoriyani portretini bilmasligi. Ko'p uchrataman shunaqa narsani, ya'ni auditoriya, targetolog yoki tadbirkor o'zining auditoriyasini yaxshi bilmaydi, mijozini yaxshi bilmaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda portretini chizib olishingiz kerak. Umumiy portret bo'ladi, yoshi, taxminiy qanaqa kasb bilan shug'ullanadi, ayol, erkak, jinsi, demografический, ya'ni qayerda asosiy lokatsiyasi qayerda, shu narsalarni aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Biz qanaqa ishlaymiz? Men va men jamoam asosan mana shu xatoliklar ustida ish olib boramiz va shu sababdan ham bizni mijozlarimiz kutgan natijani qilib beramiz, ayniqsa o'sha target loyihalarimizda. Shuning uchun bu xatoliklarni kamaytirishga va umuman yo'l qo'ymaslikka harakat qilinglar. Va mana shu naqa loyihalarimizdan bittasi Better Best loyihasi. Bu loyiha bilan 3 oydan beri ish
faoliyat olib boramiz va bularga hozir asosan lidlarni oqimini olib kelib beramiz. Va mana shu loyihani sizlarga 3 ta qadamda tushuntirib beraman. Qanaqa ishni boshladik va hokazo. Birinchi qadam muammo. Ya'ni bu loyiha bizga qanaqa muammo bilan keldi? Lidni narxi qimmat tushyapti, ya'ni boshqa jamoa bilan ishlashgan, lidni narxini qimmat olib kelishgan va bu o'zi ta'sir qilyapti va lid sifatsiz. Shuning uchun bularning muammosi bizga berayotgan nimasi kutuvi arzonga sifatli lid olib kelib berishimizni xohlashdi. Va biz bunga yechim qildik. Ikkinchi qadam o'sha muammoni o'rgandik. Mana sizlar muammoni o'rganasizlar, muammoni o'rtaga qo'yasizlar va bunga yechim tayyorlaysizlar. Yechimni nima qildik? Birinchi o'rinda kreativ yozdik va bu loyihamiz hozir Toshkent shahrida joylashgan ma'lumot o'rnida 7 ta proyekt hozir dom qurilyapti va biz dom sotishimiz kerak. Biz nima qildik? Har bitta lokatsiyaga moslangan holda kreativ tayyorladik va auditoriya tayyorladik. Shundan so'ng esa intereslarni 3 qismga bo'ldik. Hozir sizlarga Ads Manager'ga kirgan holda ko'rsatib o'taman natijalarni va shundan so'ng esa bizda anchagina lidlar arzonga kelishni boshladi. Hozir maksimumga qo'yib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin, bu loyihaga shu kungacha $2600 dan ortiq byudjet sarflagan ekanmiz va bu byudjetga 7719 ta lid olib kelib bergan ekanmiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, o'rtacha lid narxi 0.34 dan tushyapti. Bizdan oldin esa ularga o'rtacha $1 va $1 dan yuqori narxga lid olib kelib berishgan ekan. Bu yerda o'zingizlar sekin ko'ryapsizlar bo'ladi, natijalarini CTR o'rtacha 2%, ya'ni 1.94 2% botdi. Ya'ni kreativlarni ham yaxshi natija bergan. Xo'p, bular bizga yana aytib o'taman, muammo bilan kelishdi. Asosiy muammo lid qimmat va sifatsiz. Biz lidlarni arzonlashtirdik va bunga ikkita narsaga e'tibor berdik, kreativ bilan auditoriyaga. Va o'sha intereslarni belgilayotganda ham e'tiborli bo'ldik. Ya'ni har bitta proyekt qayerda qurilayotgan bo'lsa, o'shga urg'uni qaratdik, o'shga moslab kreativ yozdik. Ya'ni odamlarni qiziqishlaridan kelib chiqib va hozir ko'rsatganimdek 3-qadam o'sha natijani beryapti va bu loyiha bilan ishlab ko'ramiz. Xudo xolasa yana to'liqroq video qilaman. U videoda nechta uy sotildi, qancha foyda olib keldik, umumiy ma'lumotlarni shu loyihani ham xudo xolasa YouTube'ga joylab qo'yaman. Xo'p, sizlarga loyihamni tushuntirib o'tdim, ko'rsatdim, natijalar bilan tanishdingiz va kelinglar sizlarga endi muhim bo'lgan etapiga yetib keldik videomiz strategiyani taqdim qilaman va mana shu loyihamda ham aynan shu strategiyaga murojaat qilganman. Birinchisi, siz bitta loyihani ustida o'tirayotganingizda analizdan boshlashingiz kerak. Analiz nimalarda bo'ladi? Birinchisi bozorni analizini qilasiz. Ikkinchisi raqobatchilar, uchinchisi auditoriya. Bu analizni chuqurlashib o'tirmayman, o'zingizlar tushunyapsizlar qanaqa analiz, nimani analiz qilishinglar. Zo'r metodini bilaman, buni ko'pchilik biladi, lekin qo'llamaydi. Bu Castef. Castef orqali mana shu 3 ta narsani zo'r qilib, aniq-tiniq muammolarni, og'riqlarni topib olsanglar bo'ladi. Aynan bozorni ham, raqobatchilarni ham, auditoriyani ham. Shuning uchun Castefni qo'llashinglarni maslahat beraman. Agar Castef bo'yicha misol darslik kerak bo'lsa, yozib qo'ysanglar YouTube'ga biron kun chiqazamiz balkim. Xo'p, biz nima qilamiz? Asosan men nima qilaman? Bitta loyihani oldimmi, u loyiha bilan u target loyihami yoki digital marketing, umumiy marketingmi biz Castef o'tkazamiz jamoa bilan birga. Castefdan biz muammolarni, og'riqlarni va o'sha og'riqlarni kelib chiqqan yechimlarni ham topamiz. Keyingisi bu OTP, ya'ni kuchli taklif. Esingizda bo'lsa, videoni boshlig'ida aytdim, o'sha xatoliklar ko'p chiqayotganda ko'p xatoliklarga oddiy taklif berib qo'yishadi. Agar kuchli taklif berilsa, kam byudjet bilan ham yutib ketishingiz mumkin raqobatchilarni. Ayniqsa target reklamasida. Misol tariqasida aytaman, bizda jamoa bilan ishlaganimizda, Shell kompaniyasi bilan ishlaganmiz. Ular eshik ishlab chiqazadi.
zavoddan va ularning o'zlarining showroomi ham bor. O'shanda bizni jamoadoshimizdan biri edi, shunaqa kuchli taklif chiqqan va bu taklifni 2 yil mobaynida hali ham u kompaniya ishlatib kelyapti. Misol uchun taklif nimadan iborat bo'lgan? 25 kunda, ya'ni ish kunida sizlarga eshiginglarni yetkazib beramiz. Agar yetkazib bera olmasak, eshik ham sizlarga hadya va pulinglarni ham olmaymiz deyilgan. Nimaga bunaqa taklif berilgan? Chunki bilsanglar agar eshik sohasida juda ham ko'p cho'zilish bo'lib ketadi. Misol uchun 20 kun, 30 kunda qilib beramiz deyshadi, lekin ayniqsa mebel sohasida, lekin 40 kun, 50 kun cho'zilib ketadi. Aynan mana shu eng katta muammo bo'lib chiqqan. Buni ham Kastef orqali aniqlashgan. Va shu muammoga shunaqa zo'r taklif berilgan va bu taklif zo'r natijalar olib kelgan. Misol uchun, fevral oyida sezon bo'lmagan paytda mana shu taklif orqali, oddiygina bitta taklif orqali 450 millionlik savdo qilishgan. Shunaqa. Shuning uchun taklifni ustida ishlash kerak, o'tirish kerak, bosh qotirish kerak. Keyingisi Varonka. Varonka bu ko'pchilik biladi. O'sha prosmotr, reklamangizni prosmotrdan boshlab nechta klik bo'ldi, u klikdan keyin misol qancha lead keldi, leadlaringizdan keyin qanchasi bilan bog'lanildi va ulardan qanchasi qiziqish bildirdi va sotuv. Mana shu etapga ham juda ham e'tiborli bo'lishinglar kerak va har bitta etapga o'sha keyingi mana bu 4-nimamiz to'g'ri keladi, raqamlar bilan ishlashinglar kerak. Ya'ni varonka bo'ladi va har bitta etapini o'zini hisoblagich bo'ladi. Ya'ni hisoblashinglar kerak, metrikasi bo'ladi. Misol uchun o'sha 4-siga o'tamiz. Sizlar raqamlar bilan ishlashni boshlashinglar kerak. Birinchisi lead narxi. Leadinglar necha pulga tushyapti? Bitta leadinglar. Va bu normalmi, yaxshimi, narx yomonmi? Bitta mijoz narxi. Bitta mijoz toki reklamani ko'rib, o'sha etaplardan, varonkadan o'tib, sizdan o'sha mahsulotni sotib olgungacha bo'lganda siz necha pul sarflaysiz o'sha mijozga? Va bu o'zini oqlayaptimi? Va sotuv konversiyasi qancha bo'lyapti, necha foizda bo'lyapti? CTR, ya'ni kreativlaringiz yaxshi ishlayaptimi? CTRda 1,5 dan baland bo'lsa, hozirgi kunda yaxshi. 1,5% dan bo'lsa. ROAS, ya'ni misol tikkan pulingiz necha pul bo'lib qaytib kelyapti. Har bitta etapiga e'tibor berishingiz mumkin. Misol uchun sizlar leadni narxini tushursanglar, bu avtomatik sotuvni konversiyasini oshiradi va mijozning narxi tushadi. Deylik, sizlar mana shu har bitta etapiga e'tibor berib, hisoblab, erinmasdan amalga oshirsanglar, avtomatik ROAS'inglar baland chiqadi. Misol uchun $1 tikkan pulinglar $2 emas, $3, $4 bo'lib qaytadi. Ko'pchilik shu narsaga e'tibor bermaydi, ya'ni hisoblamaydi. Agar sizlar aniq ma'lumotlarga ega bo'lmasanglar, tavakkalga ish qilsanglar, misol uchun aniq nima ham bo'lmaydi, natija ham bo'lmaydi, natijalar past bo'ladi. Biz nima qilamiz? Asosan mana shu narxlar bilan, ya'ni metrikalar bilan, raqamlar bilan ishlayman va shundan keyin aniq natija qilib bera olaman. Chunki men o'zi bilaman necha pulga lead kelyapti, sotuv konversiyasi necha foiz va shunga qarab optimizatsiya qilishim kerakmi yoki qilishim kerak emasmi bilib olaman. Men sizga maxsus taklif tayyorlab qo'ydim. Hozir jamoamiz bilan birga 10 ta loyiha bilan ishlayapmiz. Natijalar zo'r. Shu sabab jamoa kengaydi va biz loyihalar sonini oshirmoqchimiz va biz yana 5 ta loyiha ola olamiz. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz yoki marketolog bo'lsangiz va sizga sifatli targeting xizmatlari kerak bo'lsa, men pastda havola qoldiraman. Ushbu havolada savollarga javob bersangiz, men siz bilan bog'lanaman va birinchi 5 ta tadbirkor yoki marketologga aynan sizning loyihangiz ustida bepul konsultatsiya, ya'ni razbor o'tkazib beraman. Va yana bir kuchli taklifimizdan biri bu shuki, biz loyihalar bilan birinchi 7 kun bepul ishlaymiz va natijalarni o'zingizlar ko'rasizlar. Agar natijalar sizlarga yoqsa, undan keyin ishni boshlaymiz. Joylar soni cheklangan, biz ayniqsa loyihalarni saralab olamiz. Shu sabab pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib savollarga javob berib qo'ying, biz siz bilan bog'lanamiz. Havola ushbu videoning tagida bio qismida joylashgan.